Aniqki, erkaklari lattalashtirilgan jamiyatda oilada hech qachon normal muhit bo'lmaydi. Faqat parokandalik bo'ladi. Qariyalar uyga ketadi, ota-onalar qarigandan keyin. Nimaga? Chunki oilaviy qadriyat bo'ldi. Endi farzand u ota-onasi qarigandan keyin uni oldida men buni boqishib birga yashash kerak degan qadriyatlarni unutadi. Normal holat. Dunyoning o'sha gender niqobi bilan yashagan istalgan mamlakatini oling, xuddi shu siyosat bo'lgan. Yaponiyaga borasizmi? Yaponlarda ham shu. U biz O'zbekistonliklarga havas qiladi ularni, chol kampirlar. Deydi, biz vaqtlar biz ham ota-onalar bilan bolalar birga yashardik deydi. Gender niqobi bo'ldi, erkaklar pishdi. Qo'pol aytganda, lattaga aylantirildi. Bolalar ota-onasini qariyalarga olib boryapti. Normal holat, butun jamiyat uni normal qabul qilyapti. Turkiyaga boring. Endi ular boshqa din deylik, mana o'zimizni dindoshlarimiz bo'lgan Turkiya. U yerda ham shu ahvol ketyapti.